siyasi vaziyetler, dünya iqtisadi, fen texnika, biz Sultan ekranında. Assalamu alaikum aziz vatandaşlar. Milletimizge mübarek olsun, davayımızga hayırlık olsun. Bugün Avrupa Parlamenti'den bir hoş haber geldi. Yani Avrupa Parlamenti Şarkı Türkistan'da Xitay hükümetinin epirip atkan irqi qirg'inchiligi ve şundaqlı bulupmu mecburi emgekке ait bir ciddi kararını müzakir kılıp kabul kıldı. 2016 yıldan başlayıp Xitay hükümeti uçuk aşkarı Şarkı Türkistan'da irqi qirg'inchilik siyasetini yürgüzüşke başlagan idi. Xitay hükümeti 1949 yıldan itibaren Şarkı Türkistan'ı müstemlike qilgandan keyin epirip atkan asimilasyon siyasetini uçuk aşkarı irqi qirg'inchilik siyasetiga amlaştırdı. Ama dünya bir mezgilgacha sukut tutdi. 2018 yılının ahırdan başlayıp dünyada bu irqi qirg'inchilikqa Şarkı Türkistan'daki bu insaniyet karşı epirip atkan qirg'inchilikqa jinoyat qarshi Birleşken Devletler Teşkilatı'da, Avrupa devletlerinde, Amerika'da, Kanada, Avustralya qatarlıq g'arb devletlerinde nurg'unlagan muzokaralar elib berildi. Xalqaralıq matbuot organları naytijik dokladlarni e'lon qildi. Xalqaro tadqiqot markazlarining bu haqda nurg'unlagan tadqiqot dokladlari e'lon qilindi. Şunun bilan Xitoy Sharqiy Turkistonda olib berayotgan bu insoniyat qarshi jinoyatini ve irqi qirg'inchilik siyosatining jinoyatini yushiranmaydigan bir vaziyat geldi. Mana bugün 2020 yılı 12. ayının 17. günüsü Avrupa Parlamenti elingan bu karar Xitay hükümetinin muşu jinayetini so'roqqa tortadigan mühim ahamiyatga tarixiy bir vaqa. Avrupa Parlamenti 2018 yıldan başlayıp hazırgacha muşu Şarkı Türkistan'daki ceza lageri meselesi, Xitay hükümetinin Şarkı Türkistan'da yapılan qirg'inchilikqa qarshi 4-ci qatımlıq bir kararını kabul qilishi. Ötken yıl, dal muşundan bir yıl ilgiri, yani 2019 yılı 12. ayının 19. günüsü Avrupa Parlamenti ceza lageri meselesinde bir karar kabul kılgan. Bugün aradan bir yıl ötkende yana şu kararlarını ta'kidlash bilan birga texmi keskin bir tilda yeni bir kararını bugün müzakir kıldı. Toplam 25 parlament a'zosi birden söz elip Xitay hükümetinin bu cinayetlerini qattiq ağır tillar bilan ayıpladı ve avaz koyuldu. Şunda kılıp bu mutlak yok kısım parlament a'zolarının qo'llashi bilan bu kararını öttü. Bu kararda mühim matlaba. Mesela bununda Xitay hükümetinin Şarkı Türkistan'daki mecburi emgekini derhal to'xtatish kerakligini ve Avrupa'daki şirketlerinin bu mecburi emgek bilen bo'lgan munosabatlarni tamamen kesish kerakligini, bu ticaretni to'xtatish kerakligi haqida karar matları var. Onundan başka Şarkı Türkistan'daki xalqning dini, itiqad, til erkinlikleri hakkındaki endişeleri ve bunu qattiq tanqid qilganliklari ve bu kararda yana insaniyet karşı cinayet ötküzatkanlıktan ibaret bu kelimelermi işletilgen, bundan burun ondak bir kelime işletilmegen. Ondan başka Xitay hükümetinin Şarkı Türkistan'daki insanlarını avaz tunuş, yüz tunuş teknolojisini işletiş arkalı erkinliklerini kısıtlavatkanlığı boğan qattiq narazılığı otur koyulgan. Uyg'urlarning neslini tugutish karakterlik planlı tugut siyasetlerini qattiq to'xtashi otur koyulgan. Onundan başka bu şu kamplarını derhal takışı ve bu kamplardaki milyondan artık insanı hiç kandak bir şart koşmayı durup derhal azat kılışı, koyuvetişi talep kılıngan, ilham toktunu hem derhal koyuvetişi talep kılıngan. Onundan başka bu kararda yana Avrupa İttifakı'na, Birleşken Devletler Teşkilatı'na münasebetlik bazı maddeler var. Mesela Xitay hükümetinin Birleşken Devletler Teşkilatı, Ali Komisarlığını, Avrupa İttifakı'nın xadimlerini ve şundakla Avrupa İttifakı'nın alaylı temsilciler ömrüne Şarkı Türkistan'da tekşürüş elip verişke ruhsat kılış gerekliğini bu haqda Avrupa İttifakı'nın derhal bir mekanizm, muşundak bir grup kuruş zürriyetini
maxsus bir Sharq Turkistondagi jinoyatni tekshirishadigan Birlashgan Davlatlar Tashkilotidan bir alayda elchi tayinlanishi kerakligini, bir tekshirish o'migini darhol qurib chiqish kerakligini bu qarorda yer olgan. Uningdan boshqa yalnız ulam emas, yana chet ellardagi Uyg'urlar uchrayotgan qiyinchiliklarni bu dokladda yer olgan. Bu Uyg'ur muhacirlarning chet eldan Xitoyga qaytarib beriladigan avvallarning diqqat chekadigan qayg'u bagichi bir avval bo'lganliklarini, shuning Yevropa ittifoqlarining a'zo davlatlarining boshqa davlatlar bilan hozirgi Uyg'ur iltijoschilarni Xitoy qaytarib bergan davlatlar bilan darhol ishkilik munosabatlarni kuchlantirib, buni to'xtatish uchun bir chora-tadbir elish kerakligini, Yevropa ittifoqidagi davlatlarni Germaniya va Shvetsiyaga o'xshash Uyg'ur iltijoschilarni qaytarmaydigan maxsus qarorni qabul qilish kerakligi haqida bu taklif loyihasida qabul qilingan. Shuning bilan birga Yevropa ittifoqining 12-oyning 7-kuni qabul qilgan xalqaro Magnitsky qonunni Xitoy amaldorlariga jiddiy tatbiqlash kerakligini, Sharq Turkistondagi Bintuan degan, ya'ni qurilish adretini jiddiy tatbiqlash kerakligini, mushu jazo lageriga munosabatli bo'lgan Xitoy amaldorlarini jiddiy jazolash qonuniy komissiyaning qabul qilish kerakligi haqida bu matlaba, demak, hozirgi chiqqan bu qarorlar qaraganda keskin, qat'iy bir til bilan ifodalangan bir qaror. Shuningga bu mushundaq bir kunda, ya'ni 2020-yili oxirlashish bosqichiga kelgan vaqtida Yevropa ittifoqidan bundaq bir qarorning chiqishi, demak, dunyoning butun Yevropa davlatlarining, Yevropa parlamentining, jumladan butun dunyoning Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi bu irqiy qirg'inchilikni qanchalik paydo qilishga tirishgan bo'lsa-mu, ammo buning bir reallik bo'lib o'tirib chiqqanligi, demak, Xitoy hukumatining bu jinoyatining pat yaqinda dunyo millatlar tarafidan, davlatlar tarafidan so'roqqa tortiladigan vaqtning yaqinlab kelayotganligining bir beshorati. Ammo bizning qiladigan ishlarimiz ko'p. 2021-yili demak, bu Yevropa parlamenti buningda insoniyatga jinoyat ishlatgan degan kalimani ishlatgan, ammo u yerda bir irqiy qirg'inchilik davom qotdi. Shuning buning deyilgan bizning xizmatimiz Xitoy hukumatining Sharq Turkistonda berayotgan bu qirg'inchilikni butun dunyo tarafidan rasmiy bir so'yqirim, irqiy qirg'inchilik deb tonishi va bu orqali Xitoy hukumatini jinoyatchilar kategoriyasi bo'yicha jazolash, Xitoy amaldorlarini jazolashni qo'lga keltirish. Rahmat sizlarga.